Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozir ertalab nahorga oshi bazm o'tkazdik. Qiz bazmini. Hozir xudo xolasa G'urumsaroydagi chiroyli to'yxonalardan biri Oqsaroy to'yxonasiga nikoh to'yiga boramiz. Hozir qiz bazmini o'tkazdik bu yerda. Nasib bo'lsa nikoh to'yimiz ham bor. Xudo xolasa hozir ulardan ham lavhalarni qo'yib boramiz. Bundan bag'i mana san'atni xudo xolasa rivojlantirib, yangi qo'shiqlarni qilamiz xudo xolasa. Sostav живой, jonli. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Endi nasib bo'lsa, sekin yana o'zimiz ustimizda ishlab, chiroyli qo'shiqlarni taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramlarda, YouTube'larga qo'yganimizni qo'llab turasizlar. Xudo xolasa ajoyib emas. Sal ko'tarilib, boshqa bo'lib, harakat qilib, xudo xolasa yaxshi natijalarga erishishimizga tilak qilamiz, niyat qilib qolamiz. Kamchiliklar bo'lsa, bemalol yozib qo'yasizlar. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin xudo xolasa harakat qilamiz. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning manzilimiz shu G'urumsaroy degan joyda. Namangan viloyat Pop tumani G'urumsaroy qishlog'ida. Salomat bo'lasizlar.